Birinchi kitob, 3-qism. Lavtang. Lavtang angviqib qolganligimni ko'rib, muramga urib qo'yib so'rdi. "Enam, nim bo'lding? Peshonangdan tar chiqib ketibdi-ku." Xeridan keyin o'zimni tutib olib, Lavtangga bugun mashina haydaganda uchratgan bovoy yana eng oxirida kelib, sevitini olgan momoyning ishini aytdim. Lavtang karvat yonida o'ltirib, gap qilmay o'ltirdi. Xeridan keyin meni yeniga chaqirib, oldirmay eg'iz ochdi. "Enam, agar bu ish rost bo'lsa, undaqda chatoq bo'pti. Bu momoy bilan bovoyning birsi cho'qim maynat narsa." Ofsinib qo'yib, ustaldagi oqaroqni ilib bir yutum ichib olgandan keyin yengim bilan eg'izimni surtib, o'ylagan siri ochiqlab tillashga boshladim. "Lavvo degan bu o'g'ri. Mushundaq ishni menga qildirib. Agar jinimni sep beradigan ish bo'lsa, akam qarg'ay, unimi so'rab boraman." Lavtang anglab "Tfi" devatdi. "Tfi? Enam, nimandaq gap qilasan? Bunda xayrli bo'lmagan gapni qilma." O shundoq degandan keyin qo'limdagi haraqni ilib bir necha yutum ichibatdi. Rostini aytsam, yosh vaqtimda uzun yo'lda chepib, akang nemishlarni ko'rmagandaysan. Ozg'un, qalaymaqon qabrsonlik deganlarni oz ko'rmagan. So'zlab bu yerga kelganda Lavtang bir ishni esiga olgandek qildi. "Ha, rost. Men rostli ozroq karomati bor apandimni taniyman. Bunda qilayli. Sana adresini beray. Vaqting chiqsa, shu apandimni izlab so'rab boq." Lavtangning telefonda qilgan gaplarini o'ylab, ichim pushib so'rdim. "Aka, bu qitim qisi rost-ku? Yana meni aldayman dema juma." Lavtang chikildab qo'yib, aroq romkasini ilib, liqlab bergandan keyin menga tangladi. "Enam, xotirjam bo'l. Bu apandimning rostli karomati bor. Sendagi baloyo ofatlarni yo'qotib bera oladi." Beshimni ling'ishitib qo'ydim. Mening mijozim sal g'alati. Garchi idoradagi xizmatdoshlar bilan gap qilishganim bilan, lekin ko'pincha vaqtlarda yolg'iz yurishni yaxshi ko'raman. Meningcha, bu xizmatdosh degan faqat yuzaki ishlar. Faqat mushu Lavtang mening eng yaxshi do'stim. Balkim uning mijozi menikiga o'xshashi kerak. Doim yolg'iz yurdi. Orqadan ikkimiz tog'dan bog'dan paranglashib, aroq ishkash qo'rimi yeb, sahar soat 5 bo'lganda uyquga ketib ekanman. Tushdan burun soat 10 da yonfonimning kichik olma degan muzikasi meni tush dunyosidan qaytarib keldi. Bo'g'iq ovozim bilan telefonni olsam, uydagi 3-hammom uribdi ekan. "Shavliza, bugun ishing bormi?" Bu 3-hammom tipik oq ko'ngil odam bo'lib, heliqi o'zida bir ko'y bo'lsa, boshqalarga 8 ming xajlab bergisi keladiganlarga o'xshaydi. Kentda kimning uyida ish bo'lsa, u cho'qim birinchi bo'lib oldiga chiqib yordam qiladi. Chag'anda yurtga qaytganda mening izchil boytaq yurganimni bilib, xuddi eng yangi yordam qiladigan nishon topgandek qattiq xushal bo'lib ketdi. Qisqagina necha oyda u menga 7-8 qiz tunishtirdi. Ammo u izchil boshda gapni qarshi tarafga aniq aytmay, faqat meni shahardagi bir idorada ishlayotdi debdi. Oxirida hammasi ko'rishganda mening avtobus haydaydiganligimni bilib ketib qilishdi. Bu chaqda mening bu ishlarni o'ylashquda kayfiyatim yo'q. Shuni terikibli so'rdim. "Voy, nim bo'ldi 3-amma? Men uxlab o'tdim. Ish bo'lmas qo'yibdim." "Voy, balam qo'yibma. Sana deysam, men sana bu qitim yaxshi qizdan birini tepib qo'ydim. Ko'rishsang cho'qim kelishib qolasizlar." 3-amma. Bo'ldi, ko'rishmayman. Yolg'iz bir obdan o'tyapman-ku. "Voy, sana nim bo'ldi? Kentimizda faqat salla 30dan eshib to'y qilmagan bo'ytaq. Sen nomus qilmasang, men nomus qilyapman. Bu qiz jo'bak esil. Xotirjam bo'l. Bu qitim xizmatingni nima deb qo'ydim. U qizmi qo'shildi. Hozir kelishib qo'ydim. Kech soat 6larda ko'rishsizlar. Hali sana adresini avatib berman, ha?" Uyqum tex qolmag'ashqa ko'rishmayman deb tursam, 3-hammom mendan burun telefonni qo'yib etib uchir yezibdi. "Qizchaq bilan kelishib qo'ydim. Kech soat 6da turmush hikoyasida ko'rishsizlar."
turmush hikoyasi degan ismni anglab uyqum ochilib ketdi. Bu shahardagi intayin katta g'aribcha oshxona. Ikki odam bir vaqt tomoq uchun 1,000 yuan xajlamasi chiqolmaydi. Uchinchi hammom garchi yezliq bo'lsa-mu, lekin doim shaharga kelib aylanib turg'ashgan. Cho'qim yo'lda bu oshxonaning ismi chiroyli ko'rinib esida tutib olgan gap. Bu qitim mang'ili ishiltibdiman. Ya kulishimni, ya yig'lishimni bilolmay yonfonni qo'yib, qandoqli qilib uxlayolmadim. O'rnimdan turib tozlig'imni qilgandan keyin soat 12 bo'ldi. Tushlik tomoqni mundoq yeb olgandan keyin oldirganimcha Lavvoning ishxonasiga chopdim. 13-yo'l oxirgi avtobusini endi haydamayman. Birinchi kuni kechidilla odam yoki jinlig'ini belgilab bo'lmaydigan ikki narsaga yo'liqdim. Agar davomli haydasam, jinimdan ayrilib qolishdan qo'rqaman. Ammo Lavvo bu chaqda shaharga yig'inga ketgan bo'lib, qisqa vaqt ichida kelanmaydi ekan. Soat 6dagi ko'rishishni o'yladim. Garchi bu qitimki loyiq tanishtirishga umid kutmasam-mu, lekin nimala degan bilan turmush hikoyasiga bordigan gap. U yer shuncha katta tursa, bundaq kambag'al chiroy berib yuzimni to'kib olsam bo'lmas. Shuning bilan satrashxonaga berib, chechimni yostib, yotoqqa qaytib, oyoqni maylab oldim. Shuning bilan vaqtmi xeyli bir yerga bordi. Qo'pib, oshxonaga qarab maqdim. Bu turmush hikoyasi haqiqatan bu shahardagi eng yaxshi g'aribcha oshxona ekan. Eshik oldida maxsus eshik ichib beradigan odam bo'lib, ichiga kirganda kichik kostyum kiyib olgan qiz oldimga keldi. Uningga birsi bilan ko'rishishga deyishib qo'yganligimni degandan keyin mening loyiq tunishtirish ko'rishishga kelganligimni bilganda, menga miyig'ida kulib qo'yib ketib qoldi. Atrofimdagi katta bezaklarga qarab, ko'nglimda yonchug'imdagi 1500 yuan pul bugungi tomoqqa yetamo deb hisob qildim. Bu chaqda ko'zim ixtiyorsizla derazanidagi chechini mo'risiga tushirib olgan qizning dumbisiga tushib qoldi. Bu oshxona faqat bir qavat. Hammasi jup-jup bo'lib g'izallanayotgan bo'lib, faqat mushu qizning o'dilida odam yo'q edi. Cho'nqur nafas ilib, yengimni o'ngshab qo'yib, asta qadamlar bilan mangdim. Kayni tarafidan bilinmaydi ekan. Oldi tarafdan qarabla qattiq cho'chib ketdim. Bu qiz ajoyib chiroyli. Badan shakli muqamlashgan. Bir jup cho'ng ko'zlari buloqdek parqirab turadigan bo'lib, o'lchamlik go'zalkan emasmi? Uchinchi hammomning bunda karomati borligini o'ylamabdiman. Nerdan topdikin bu qizni? Bunchalik chiroyliligini ko'rib, dong etib turib qoldim. Qiz meni ko'rib, yengil ovozda dedi. Siz Liyonmi? Esimga kelib, beshimni kuchab langshitgandan keyin oldirab o'tirib oldim. Lekin bak jiddiylashib ketgachkimi yoki bu g'aribcha oshxonaning o'rindig'i bak siliqmi? Qo'ng'amni qo'yishimga yardili o'ltirib qoldim. Paq qilgan ovoz bilan butun oshxonadagilar menga qarashdi. Shu paytda yuzim qizdirib, tuxum pishirg'udek bo'ldimikin deb his qildim. Qiz bir tarafdan kulib, bilin tuzlayolmay, yana bir tarafdan meni tortib turg'izdi. Yana bir qitim o'ltirib olgandan keyin o'zim shundoq beorom bo'lishga boshladim. Tunji ko'rishda bundoq falokatlik qilsam, qaraganda umid qolmadim ekan. Lekin bu qizchaq chiroyli popli qolmasdan mijozimi ajoyib esil bo'lib, texi kulib paranglashib, boyiq sajlikni unutib ketgandek qiladi. Oddiyli tunishtirishdan keyin bu qizchaqning ismining Bayfan ekanligini, shahardagi bir shaxsiy shirkatda ishlaydiganligini bildim. Meni texmi hayron qoldirgani bu qizning uyi tunogin kashf berib kelgan ko'lchak kentida ekan. Paramiz xeyli obdan bo'ldi. Tomoq yeb bo'lgandan keyin qizchaq soatiga qarab qo'yib eg'iz ochdi. Liyaka, 3-hammomdan anglasam, siz hozir 13-yo'lning oxirgi avtobusini haydab etibsiz. Bugun haftaga 5 kan. Uyga berib kelay deb turgan edim. Eli sizning mashinangizga o'tirib qaysam bo'g'dak. Qanchada haydaysiz? Bayfanning bu gapini anglab, o'ng'aysizlanganimdan nima deyishimni bilolmadim. Aslida men bo'ynimga pichoq tanglansam, bu 13-yo'l avtobusini haydamaslikni o'ylagan. Lekin o'ylab baqsam, qizchaq to'yxusizda avtobusga chiqib uyga qaytaman deydi. Men bilan uzoqroq birga turish uchun menga fursat yaratib berayotgan bo'lishi mumkin. Ozroq ikkilinib qoldim. Lekin tezlik tishimni tishlab bir qarorga keldim. Yurgir. Omad bo'lsa, obat bo'lmas. Bundaq yaxshi qizni tepish fursati ko'p kelmaydi. Akam qarag'ay, bugun
yana bir menib kelay. Shunday qilay. Shularni o'ylab, beshimni kuchaplashdim. To'g'ri. Men dal sizlarning kantdan o'tadigan oxirgi avtobusni haydayman. Dal 11 da qo'zg'alaman. Sizni olib qo'yay. Bayfan anglab xushalligida kulib edi. Yuzdagi ikki zinig'ini ko'rib, butun badanimdagi ustixonlarim erib ketgandek mas bo'ldim. Endi bu mashina qanchalik xatarlik bo'lsa-mu arzigudak. Oshxonadan chiqqanda qorong'i tushgan bo'lib, Bayfan ikkimiz birdan aylangandan keyin taksi to'sib shirkatga qaytdik. Men yotoqqa kirib xizmat formamni almashtirib oldim. Naq soat 11 bo'lganda bosh bekatdan 13-yo'lni haydab chiqqanda Bayfan bugun kechdagi tunji xaridorim bo'lib qoldi. U qarshi tarafdagi ikkinchi o'rindiqda o'ltirib, yo'l bo'yi men bilan paranglashib, kulishib, tunugunki ishni unutib qolay dedim. O'ttirliqda necha turkum dehqonlar mashinaga chiqdi. Meni eng qo'rqitqani bo'lsa, tunugun oqshom beshiga oq lungi bog'lab, men bilan paranglashib kelgan heliqi bovoy bugun yana mashinaga chiqdi. Amdilikda tushimdan uyg'ongandek bo'ldim. Hammasi Botir Musoyib Jamolning domiga tushar deydigan. Qizga yaxshiroq bo'lish bilan qopdiman. Heliqi 12 da qog'oz zavodidan qaytganda qanday qilaman? Bovoy mashinaga chiqqandan keyin texi menga beshini langishtirib qo'ydi. Tunugun oqshomgi momoyning gapi esimga kelib, bu qitim qasdan uni ko'masga silib oldim. Lekin meni hayron qoldirgani bo'lsa, kaynida o'ltirgan Bayfan qizg'inlik bilan uningdan ahvol so'radi. Liyotaga, sizmi bozorga kirganmi? Voy, Bayfangan bu. Etizdagi koytoqlarni yeb bo'lolmaydi. Pulga almashtiray degan shu. Bovoyning kayfiyati yaxshi bo'lib, menga kulib qaradi. Yigit, avtobusda tamosh cheksan bo'lamda. Oxiri yuragim joyiga tushdi. Tunugun oqshomqi momoy bu o'rinda odam yo'q. O'z-o'zingga so'zlilding deb meni qo'rqitib, texi jinga yo'liqdimmikin deb qopdiman. Bugun Bayfanmi uni ko'rdi. Demak, bu bovoy jin emas. Aksicha, heliqi momoy oljoq so'zlagandir. Lavtaning gapini o'ylab qoldim. Balkim jin shu o'zidir. Bu yo'l shundoq ravon bo'lib, kech soat 12 da qog'oz zavodi bekitiga keldim. Bayfan mashinadan tushadigan vaqtida menga yanfon nomerini berib, bekor bo'lganda uni izlashimni aytdi. Buningdan qattiq xushal bo'ldim. Bu qitim garchi xatarlik bo'lsa-mu, lekin o'zimning baxti uchun arziydi. Qaytish yo'lida yanada qo'rqdim. Tunugungi momoyni yana o'shtirtib qilishdan qo'rqdim. Tangriga rahmat. Qaytish yo'limi o'ngishliq, boshqa g'ayriy ahvol yuz bermadi. Yerim kech soat 1 bo'lganda oxiri shirkatga kelib, mashinani to'xtatib olgandan keyin yuragim o'rniga tushdi. Garchi yo'l ravon bo'lsa-mu, lekin qattiq jiddiylashib ketgachga o'zimni bilmayla dumbam tardi ho'l bo'lib ketibdi. Mashinadan tushib shirkatning kuzatxonasidan o'tganda Lavuning daldan shiginicha kayniga qaytayotganligini ko'rdim. Buni ko'rib ochchig'im keldi. Kunduzi uni topolmagan. Endi uning bilan hisoblashib olay. Tez qadamlar bilan yiniga borsam, ajoyib kuchli aroq purig'i burnimga urildi. Buning bilan korim bo'lmay, kop qilibla uning chopini tutib, ochiqda so'rdim. Lavu, menda qanday o'chim batdi? Meni bunda qassugudak. Lavu tuyuqsiz yuz bergan ishdan cho'chib, burilib men ekanligimni ko'rgandan keyin maydisiga shaploqlab qo'ydi. Shauli, meni qo'rqitibdan. Sarang bo'ldingmi, ha? Seni qanday qaslabdim men? Bu 13-yil avtobusi 10 yil oldindan mengibdikan u. Oldi kayni bo'lib, 3 shopur avtobusdagi liq odam bilan vaqaga uchrabdi. Bu ishni bilasan? Bunda qo'rqinchli ishni nemish qilmam qildirsan? Ha? Inam. Lavu gapimni anglab, hayronlikda so'rdi. Bu ishning o'tib ketganiga 10 yil bo'ldi. Shirkatda mendan boshqa hech kim bilmaydi. Sen kimdan anglading endi, ha? Lavuning xatolikni to'naydigan alpozning yo'qligini ko'rib, uning yoqisidan oldim. Sana deb qo'yay. 4 tomningmi qulig'i bor. Lavtang menga depadi. Sen texi meni ahmoq qilmoqchi bo'lyapsan? Lavtang? Qaysi lavtang?
mashina atritimizda nada tang familiyalik birisi bo'lsa, ha? Anlab texmo achchig'im keldi. Lavtang kamtar, izchil, yolg'iz yurdiganligini bilaman. Lekin atraf boshlig'i bo'lgan Lavvoning tonimasligi mumkin emas-ku. Lavtangning ismini so'rg'inim esimda bo'lg'ashqa, Lavvoga qarab varqirdim. Lavtangni mi tanimamsan? Tangshanshin-ku. Oldimda sarang bo'libma, ha? Gapim endi tugishiga paq qilgan ovoz bilan Lavvo kelibla menga bir kachat soldi. Bu kachat ajoyib taydiki, boshlarim piqirab tillivatdim. Lavvo, sen o'lgur, meni urvatamsan tehi? Lavtangga qarsam, mendilmi bak ochiqlayotgan bo'lib, qo'lini menga shiltib varqirdi. Anangning ichidagi tangshanshinmi? Nimada biljirlayapsan? U dal 10 yil ilgirki 13-yo'l oxirgi avtobusini haydagan birinchi shoför. Boruli o'lgan.